Urchida mana shunday katta qabriston borligini bilardimlar. 40 gektar maydon bor, 40 gektar. Mana bu tomonda bu xonangiz yaqinda qurilma deyman. Ha. Bu xonamiz qorovulxona. Endi bitta qolayotgani, Ismoil aka, sizga bitta shu parkovka qolyapti. Ha, mana shu mashina qo'yayotgan stenkamizni qilsak, juda bir mahallamizga ham yaxshi ishlar bo'ladi, ham obodachilik. Bizga obod bo'lgani. Ikkita sponsor kerak. Aha. Shu parkovkamizni istashganlar hozir ko'rsatamiz parkovkamizni ham. Istashganlar bir chiroyli joy qilish uchun, kelgan ketganlarga ham bir udobli joy bo'lishi uchun istashkalashimiz kerak. Istashkalashimiz kerak. Qolgan hamma sharoit bor mana ko'rsatamiz. Boshqa sharoit yaxshi. Tozalik ham yaxshi. Gullar ekilgan, ekinlar bor. Suvlar chiqib turibdi. Mana ikkita kran qozilgan. Parkovkani ham bir ko'rsataylik-da, necha bir o'lchadik-ku bo'yda. Ha. Ismoil akani o'zini nomerini men pastga qoldiraman. Juda ko'pchilikka kerak bu odam. Beton istashkalab olishimiz kerak. Parkovka bo'lish kerak. Parkovka bo'lish kerak. Va xohlasa bu karta qo'yib, ekson degan onovimiz emas. Ikkita bizga sponsor kerak. Ikkita sponsor kerak. Xomiyimiz bo'lsa, ikkita xomiy shu yerga o'zi hamma narsasi tayyor. Zaspga qilingan, tosh to'kilgan, tayyor turibdi. Mana shu yerning o'ziga bir chiroyli joyimiz. Shunga bu yerda ham bir chiroyli joy qilib qo'ysak, erta o'zimizga yaxshi ish bo'ladi. Mana kelayotgan, yaqinlashib kelayotgan ro'za oylarimizga mana shu yerda bir chiroyligina tursin. Yana ham chiroylashadi. Yana ham chiroylashib tursin. Mana shunday. Qiladigan ishimiz faqat betoni qolgan 150 kvadratmi? Ha. 150 kvadrat chamamda. Shunday. 150 kvadrat beton bilan 4 ta bola bilan ishimiz bitadi. Usta akalarimiz bo'lsa, uyda bekor yotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, yordamimiz tegsin degan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, mana kelsin bir obodchilik qilamiz shu yerda. Mana 80 kopami qayer? Mana yerda ham 80 kopa qabristoni. Shu yerda ham istashkalandi. 80 kopa qilindi. Bag'ishtepa qabristonlarim oldlar juda bir chiroyli qoldi. Beton istashka bo'ldi. Mana o'zimizning shunday joylarimiz deyman-da. Yaqin joyimiz mana shu Bag'ishtepa bilan 80 kopa bo'ldi. Endi xudo xolasa bu yerda Xudo xolasa mana o'zimiz ham mana shu To'yjo'raboy qabristonni bir chiroyligina qilib parkovkasini qilib qo'yaylik. Nasib inshaalloh. Inshaalloh mana shu qilib qo'yaylik. Mana yo'llarda ham borib o'zingiz gaplashasizmi? Ha, buni yo'lda ham nasib bo'lsa gaplashib, yo'llarni bir tekratamiz, bir grizelatib, shu asfaltdan kelishib asfalt qolgandan bu tomoni yo'limiz buzilib qolgan, bunga bir grizelda gaplashamanda ortga bir tekratamiz. Nasib bo'lsa bu ham bo'ladi. Mana o'zimizning obodonlashtirishda texnikamiz bor. Shu yerga biriktirilgan texnikalar bor. Shu yerga biriktirilgan texnikalar bor. Olib kelib bir qildiramiz. Parkovka mana shu daraxtdan mana ko'rsatib qo'yganlar joyingiz. Mana shu ko'rgan joyingiz mana shu daraxtdan oldidan ketadi. Parkovka pastga qarab. G'ishgacha boradi. Ha, shu g'ishgacha. Mana ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar, kimda-kim homiy bo'laman desa, mana shu yerda o'ziga bir savoplaring tegsa, xudo xolasa biz o'zimiz ham kelib qarashib turamiz. Bizni ham qo'limiz tegsin, savobimiz tegsin. Nasib, xudo xolasa telefon qilasizlar. Ismoil aka nomerini qoldiraman tepada. Bemalol telefonlashasizlar. Ismoil aka bo'ldi. Qolgan